Assalomu alaykum va rahmatullohi. Yaxshimisizlar azizlar? Bugungi sanamiz 2026-yil 18-mart sanasi. Ushbu kunda bizlar ana shunday yerini ag'darib chiqyapmiz. Bu nimaga? Ildizdan yaxshi nafas olish uchun va namlikni ketkazish uchun ag'darib chiqyapmiz. Shu o'rinda bir narsani aytmoqchi edimki, esingizlarda bo'lsa, mana shu chetdagi pomidorlarimiz rivojlanmayotgan edi. Bu endi mana kunlar isib, yaxshi ob-havo bo'lgani uchun yaxshi rivojlanyapti. Bu tarafni oladigan bo'lsak, misol uchun mana yerga namlik постоянно bo'lmaydi. Mana shu yerimizga постоянно bo'lmaydi, tanasi ingichka. Mana ko'rishingiz mumkin. Men o'ylardimki, namlik bo'lmasa, tomirlar yaxshi rivojlanib, pastga qarab suv axtarib ketadi va ekinlar deb o'ylagandim. Chunki bunday o'ylashimga sabab bir YouTube'dan bir bog'ni ko'rib, shunday bo'lsa, shunday bo'ladi deb aytganiga men ham shunday fikrda edim. Endi ko'ryapmanki, o'zimni tajribamdan orttirib, mana bu yerga uncha yaxshi namlik bo'lmaydi. Mana bu yerlarga постоянно namlik bo'ladigan joyini endi ko'ringizlar. Bu yerga umuman namlik ketib qolmaydi, soya bet. Endi pomidorni qalinligini ko'ring. Qalinligi o'ta mo'shni bo'lganda, hosili to'g'ri, hali kichkina-yu unga nisbatan, lekin bu hosil ham nasib bo'lsa kunlar yana qizib ketaversa, kattarib ketaveradi. Chunki o'tgan yilgi tajribadan kelib chiqib aytamanki, o'tgan yil boshiga bu yer yaxshi bo'lmaganda, keyin juda hosili eng katta hosillarni bergan shu yer bo'ladi. Mana shu burchagim katta hosil bergan. Tomirlari ham juda mo'shni rivojlangan. Mana yergacha tomir kelgan. Tomirni ko'rishingiz mumkin. Mana shu pomidorni tomiri. Mana rivojlanishi juda zo'r bo'lgan. Namlikka yaxshi rivojlanar ekan. Mana ko'chat qayoqda, tomir qayerdan chiqib kelyapti. Mana buni ham ko'rishingiz mumkin. Tomir yaxshi rivojlanar ekan, namlik bo'lsa yaxshi rivojlanar ekan. Adashgan ekanmiz. Bobo bizni aldadi, boboy bizni aldadi deydi-ku. Balkim men adashgandirman, balkim rost gapirgandir. O'zimni teplitsamdan kelib chiqib aytayapman sizlarga. Bu chetga bodring ekkanmiz. 31 dona pekalina navidan. Bunga bugun 300 gramdan tomir yorug'izadigan dorilar quyib chiqdik. Ekkanimizga 5 kun bo'ldi. Tagida nam borlik holatida 10 litr suvga 20 gram ekarot, 10 gram Folimax, 5 gram yantarni kislotasi qo'shilgan. Mana yerlar ham namlik постоянно bo'ladigan joylarni qalinligini ko'ring-da. Oh. Bir barmog'imda qalinligicha var, bosh barmog'imda. Juda mo'shni-da. Mana shunday bo'lsa, hosildorligi menimcha yaxshi bo'ladi. Esingizlarda bo'lsa, bunga bir kun oldin, bir kun emas, kechamiz sepdim, adashmasam. Bunga izobion, magnez sulfat, keyin
Tensa kokteylni apparatimni suspenziya qilib sepgandim. Yaxshi natija bo'ldi. Ancha yumilib yotgandi barglari. Ozgincha bo'lsa-da foydasini sezdim. Yaxshi barglar ochilib qoldi. Yana takror aytamiz, kimgadir aql o'rgatish maqsadimiz yo'q. Shunchaki qilib borayotgan ishlarimizni yangi dehqon sifatida bo'lishib boryapmiz. Rahmat, mana shunday ijobiy fikrlar, keyin yaxshi maslahatlar berilyapti. Hammasiga rahmat deb qolamiz. Nasib bo'lsa bizning videolarni ko'rishda davom eting. Qimmatli vaqtlaringizni olgan bo'lsak, bundan ming bor uzr. Kimdir foyda topsa biz xursand bo'lardik. Mehnatimizni qadrlash maqsadida bir dona like bossalaringiz, yanada bizning shijoatimiz ortib boraveradi. Rahmat, sog' bo'lingizlar.